Ha bo'lmasa nima uchun aroq ichdingiz? Men xudodan hamisha roziman. Nima uchun ichdingiz aroq bo'lmasa? Xudo jo'y adam ekansiz sen, to'g'rimi? To'g'ri, lekin ko'p vaqtda men xori yuribman. Uyimda biri bor, uxlamay yuribman. Shuning uchun bir aroq ichib ajrab uxlayman deganda bugun aroq ichib olamiz. Sizlar menga yo'q qolingizlarni eshitdi. Uyingizda biri bo'lsa, doriladingizmi? Dorilanmadim. Aql dori sepsangiz bo'ladi-ku aroq ichguncha. Bir sharoqni 15-20 ming so'mga olasiz. Lekin 5 ming so'mga dori sepmaysiz. To'g'ri, lekin men aroqni olmadim. Men olmadim, birov jo'shdi. Birov jo'sa ichaverasizmi? Bira bo'lgani uchun uxlab bilmay turibsizmi? Avo? Cho'kimi nima qiladi u? Bezovta qiladimi? Cho'kidi, bezovta qiladi. Qanday qilib bezovta qiladi sizni? Cho'kib. Qayeringiz cho'kidi? Hammayim cho'kidi men. Bezovta qiladi, men uxlab bilmayman. Qaysi paytlarda cho'kidi? Ondan keyin boshida azonga damni oltiqadim. Qaysi o'ndan keyin kechkimi? Kechki o'ndan damni oltiqadim. To'xtamasdan cho'kadimi? Ana o'lmay, to'xtamasdan cho'kidi. Bezorman. Shunga bugun bir aroq ichib uxlayman degan o'ydim, lekin sizlarning gruppangizga tushib qoldim. Bizning gruppamizda dam olamanda sen sazat uxlaydigan joylar bor? Yo'q, rahmat. Endi baribir uyingizda bira cho'kib uxlatmaydi-ku sizni. Rahmat. Bira cho'ksa uxlayman, xudo xolasa. Cho'kiversinmi? Cho'kiversin, rahmat. Zalal yo'qmi? Zalal yo'q. Endi siz burga hazratib uxlasin deb turgandim-da. Rahmat. Abi hazratib uxlaydigan joylarimiz bor. Rahmat. Mazza qilasiz borsangiz. Rahmat. Siz endi Я у тебя говорю уже rahmat. Спасибо большое говорю у тебя. Aha. Ну что еще?